Videoni oxirigacha ko'rsangiz, narxini qanchaga tushirishimizni ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi sotuvdagi xonadonimiz Termiz shahri Do'stlik mahallasida Toshtepa bobo marketi yonidagi 4 etajli domlarimizda 4-etajidagi 3 xonali 76 kvadratli tayyor yevro remont qilingan kirib yashashga tayyor xonadonimizni to'liq sotuvi bo'yicha videoobzorini qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, narxini qanchaga tushirishimizni ko'rishingiz mumkin. Marhamat, kelishingiz mumkin. Prixoshkadan kirilganda to'g'ridagi birinchi eshik mehmonxonamiz. Eniga 3 metr, uzunligi 6 metr qilib tayyor remontlari bilan qo'yilgan yevro remontda turibdi. Prixoshkamizdan kirilganda to'g'riga mehmonxona ko'rsatib o'tdik. O'ng qo'l tomonga yurganda birinchi sanuzelimiz razilni qilib odin qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Keyingi xonamiz ko'rib turganingizdek spalni, garnitur, spalni mebellari, tosh oynalari qo'yilgan. Hozircha xonadon egalari o'zlari yashab turibdi. 3-chi xonasi. Bu ham xuddi shunaqa stilda aboy qilingan. Prixoshkadan kirilganda chap tomonga oshxona sifatida xona qilingan. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Oshxonaning joyi 4-chi xona sifatida foydalanilasiz bu yerda. Oshxona to'liq balkonga chiqarilgan. Balkon ham ko'rib turganingizdek uzunligi, eniga keng va shinam qilib qo'yilgan. Hurmatli obunachilar, ko'rib chiqdik. 3 xona, 4 xona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, narx masalasiga kelsak, shu remont holatiga, tayyor aboy holatiga 76 kvadratli metr kvadrati 5 million so'mdan baholandi. Pastga uy egalari nomerini qoldiramiz. Telefon qilib, baraka qilib kelishiga yaqin joyi bor. Shunaqa tayyor holatdagi kvartira izlab yurgan tanishlaringiz esa videoni yuborib qo'ying. O'zingizda sotiladigan xonadon bo'lsa, bizga aloqaga chiqing. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.